Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 2025-yil 22 oktyabr. Navbatdagi pritsepimiz 2 mosli 1.52-2.50 mol ortish uchun spesialni taxlab berdik. Akamiz Jizzax viloyati Forish tumanidan keldilar. Mana tayyor bo'ldi, bizga olib ketyapti. Aka, qanday pritsep bor? Yaxshi. Ma'qulmi? Ma'qul. Vaqtida aytdik, vaqtida ayollar berdi, mo'shna chiqdi. Bugun bo'ldi, hammasi joy-joyida. Xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. Yaxshi qilib charchamay. Bu pritsepimizga kelsak, 1.52-2.50 mol ortishi spesialni qilib taxladik. Qo'li list bo'ldi, ichiga rezinka tashlaydilar, keyin bemalol mollarni ortadilar. 2 moslik kobaltning diskasiga kobalt balon, shunday deb tushuntiray. Zapaska baloni bemalol tushadi. 1.6 zamok, zanjirlari, parkoplari, tok montajlari hammasini chiroyli qilib taxlab mana akaga topshiryapmiz. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'linglar. Like'larni ayamay bosamiz.